Assalomu alaykum. Operatsiyadan keyin o'zingizni qanaqa his qilasiz? Alaykum assalom, yaxshimisiz? Operatsiyadan keyin mana bugun 5-kun, yaxshiman, Xudoga shukr. Katta operatsiya bo'ldi. Necha yildan beri meni ko'p tugunli mioma bezovta qilardi. Tez bo'ldi operatsiyalar. Bizlar qildilar, muvaffaqiyatli chiqdi, operatsiyadan yaxshi chiqdim, Xudoga shukr. Hammasi yaxshi o'tdi operatsiyalarni. Hech narsani bilmadim ham, sezmadim ham. Xudoga shukr. Mana уже 5-kun, Xudo xolisi bugun uyga javob berishadi. Juda ham minnatdorman Mavlud Qasimjonovdan. Shunchalik hech narsani bilmaganim uchun, shunchalik yaxshi tavsiyalar berib, yaxshi muomalada bo'lib, yaxshi qarashgani uchun Mavludga minnatdorchilik bildiraman. Tavsiya beraman. Juda ham yaxshi kichik tibbiy xodimalari, hamshiralar, vrachlar hammasi muomalasiga, qilayotgan ishlariga, hammasiga zo'r. Operatsiya rejalashtirgan odamlarga nima tavsiya berasiz? Tavsiyam kechiktirmanglar, kutib o'tirmanglar, qo'rqmanglar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Shifokor tanlashda adashmanglar.